Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Bugungi video lavhamizda zardobning bir nechta foydali xususiyatlarini sizlarga taqdim etamiz. Eshitib hayron qolishingiz aniq. Marhamat, tomosha qiling. U har kuni shahrimizni yanada go'zal va ozoda qilish uchun tinmay mehnat qiladi. Har bir supurilgan ko'chada, barpo etilgan gulzorda uning fidokorona mehnatining izlari bor. U har kuni maktabni tozalash uchun sovuq suvga qo'lini tiqadi. Bo'g'imlari og'riganida ham bolalar uchun yaratilgan toza muhit uning yuragida iliqlikni uyg'otadi. U tandir issig'ida yonadi. Beli og'risada egilaveradi. Ammo ko'zlarida charchoq emas, xalqning qornini to'q, dasturxonini to'kib qilish baxti porlaydi. Nutva bilan ular sog'lom harakatga qaytdi. Bu oddiy odamlar emas, bu qahramon. Siz bu vositani qabul qilish davomida o'zingizda tetiklik, mo'rtlashgan suyaklarning tiklanishi va og'riqlar kamayganini sezasiz. Sizga konsultatsiya berish uchun kompaniyaning call markazi aloqada, hoziroq bog'lanishingiz mumkin. 1294 qisqa raqamiga bog'laning va Nutva bilan hayotingizni tabiiylikka to'ldiring. Zardob qo'shib tayyorlangan qurut qon bosimini pasaytiradi, ishtahani ochadi, safronni yaxshi haydaydi, chanqoqni qondiradi, tumov, yo'talni davolaydi. Uni suvda o'tib boshga surtilsa, soch to'kilishining oldini oladi. Jig'ildon qaynasa, 3 ho'plam zardob ichiladi. Bu jig'ildon qaynashini darhol qoldiradi. Sharqning ulug' allomalari falaj, shol dardini davolashda 3 kun hech narsa yemay, ichmay, faqat har kuni kechga borib 1 litr qatiq zardobini birdan ichib, ichini yuvib tozalash lozimligini tavsiya qilganlar. Kimda kim har 10-15 kunda bir marotaba shomda 1 litr qatiq zardobini ichib, ichini yuvsa, qon bosimini, qand, bavosir, oshqozon og'rig'i kabi xastaliklardan xalos bo'ladi. Har kuni nonushtadan avval zardob iste'mol qilish insulin ishlab chiqarishni yaxshilab, ikkinchi toifa diabet bilan og'rigan bemorlarda ovqatdan keyin glyukoza darajasining keskin ko'tarilish ehtimolini kamaytirar ekan. Shuningdek, zardob oshqozon osti bezi ishini me'yorlashtirib, organizmni ortiqcha suyuqlik va toksinlardan xalos etadi. Oshqozon, ichak va shilliq qavatlarida yallig'lanish xavfini sezilarli darajada kamaytiradi. Shu bilan birga zardobda probiotiklar, oqsillar, foydali minerallar V, C, E, P guruh vitaminlari mavjud bo'lib, u asab tizimiga ham foydali ta'sir ko'rsatadi. Zardob ortiqcha vazn muammolarida ham beminnat yordamchi. U ortiqcha vazn uchun profilaktika sifatida ishlatiladi. Tanada tozalovchi vazifasini o'taydi. Xavfli xolesteringa qarshi kurashish xususiyati bilan chiroyli qomatga xizmat qiladi. Zardob tanadan ortiqcha suyuqlikni chiqarishga yordam beradi. Tanadagi shishlarda, ayniqsa oyoqlar shishganda asqotadi. Shu sababdan ham ko'pincha homilador ayollarga zardob ichish tavsiya etiladi. Zardob oshqozon, ichak faoliyati, jigar va buyraklar, ovqatdan zaharlanish, yurak qon tomir tizimi va miya tomirlari, nafas olish yo'llari, teri kasalliklarini davolash uchun tavsiya etiladi. Zardob, bilasiz, qatiqdan oqqan suv hisoblanadi. Zardobni tez-tez iste'mol qilish jigar xastaliklarini oldini oladi, shuningdek jigar kasalliklarini davolaydi. Azizlar, tabiatning o'zi tabib deganlaridek, imkoniyatingiz darajasida zardob ichishga harakat qiling.